O'zingiz roziligingiz bilan mana bemalol olaver debsiz. Bir yana nima aybi bor edi? Kiya yoqmadi, ichi ham anaqasi. Onam yoqmadi, ichi yoqmayapti. Endi o'ningiz yoqish yoqmasligiga men garantiya bermayman-ku. Bitta joyini ko'rsatingchi, meni o'rnimda boshqa odam bo'lganda $1 pulni qaytarib bermasdi. Bizning mashinalarimizni olib ketib, qaynonasiga, qaynotasiga, ayasiga, dadasiga padarka qilib, qo'ni qo'shnilar oldida ana unaqa nima deydi, videolar qo'yib, hamma joyga reklama qilib, keyin to'y o'tgandan keyin 5 kun, 10 kun haydab, aka uzr deb qaytarib olib kelib beradigan mijozlarimizga tegishli bu video. Mana oxiri nima bilan tugadi bir ko'rib baho berib qo'yasiz. Bildingizmi 02 telefon militsiya chaqiraman deb turibsiz. Keling, aka. Qanaqa mashina olib ketdingiz aka birinchi? Kia Optima olib ketdingiz. Qancha pul berdingiz? Biz boshida shu yerdingiz. 1 million. Qancha pul qaytarib berdim sizga? $900 qaytarib berdim. Qancha pul berdingiz? Yo'q, to'xtang, qancha pul berdingiz? $1250. Ha, hujjatingizga qancha pul berdingiz? Hujjatimga 550 berdim. 550. Birinchi Captiva olib ketdingiz. Kia olib ketdingiz. Kia'ni onangizga padarka qildingiz, padarishni lentalar taqdingiz, qishloqda olib bordingiz, padarka qilib Telegram kanallaringizga, Telegram istoriyalaringizga qo'ydingiz, hammani oldida ochko olvaldingiz. Lekin kelyapsizda, mashinada aybi yo'q ekan, mashina zo'r ekan. Olib turing, videoga olib turing. Mashina zo'r ekan debsiz. Mashina zo'r ekan, faqat bizga tegib pastlik qilyapti. Bizga balandroq mashina olib berdingiz. Men emas, ukam ko'rsatdi. Ayo, motorida setdingiz, bularga aytdingiz mana. Ikkalamiz ham mana belamiz, men to'g'risi, ayol bo'lsa men lavzimdan qaytmayman. Men hozir lavzingizni o'zidan 3 marta qaytdingiz, 3 marta. Men birinchidan aytdim, keyin oluvdim, to'g'ri, menga yoqdi. Lekin onamga yoqmadi. Onam Captivani. Endi men onangizdan yoqish yoqmasligiga men garantiya bermayman. Men aytdim, keldim, Captivangiz yoqdi dedim. Akangizga chiqqanmiz. Keyin siz bilan gaplashgan, ustimasini beramiz degan, to'g'rimi? To'g'ri, men keldim, men aytdim. Pulni qaytarib oldingiz. $300 so'ragansiz, to'g'rimi? Nimaga $300 so'ragan? Bulardan. $300 so'ragan, $300 so'ramaganman. Hojiona $300 mana Kia bilan, u Kia meni mashinam emas. U yot begonani mashina. Siz yoqtirdingiz, men sizga sotib olib berdim bu mashinani. Siz o'yin qilmayapsiz, ha? Men o'yin qilyapman. O'zi ayol kishi, aka siz noto'g'ri ish qilyapsiz-da. O'zi ayolni padudar qo'yish kerak emas-da bunaqa joyga, aka. Sal insof. Bugun boshqacha odam bo'lasiz, ertaga boshqacha odam. Men sizga tan bermadim.